Bugun bizda eng muhim kun, shuncha yuzlarimni yaltiratib olishim kerak. Maska qo'yib boshladim o'qitlarimni, keyin spreyimni sepdim, yalt yult qilishni boshladim. Ampulada yuzlarimni oqartirib oldim. Eng yaxshi ko'rganim bu ko'pik shaklidagi ampula. Bubledan shunaqa zo'r yuzim yaltirab qoladi, chunki bugun eng muhim kun. Shuni o'ylab, kayfiyatim yaxshi, maza qilib, kremlarimni surib, albatta bugun to'yim emas, 1800 ta ayol bilan uchrashadigan seminar, katta seminarga boramiz va shundan keyin kremlarimni surib oldim va SPF'imni surib, yuzimni himoyalab oldim. Oxiri ozginagina BB krem surib olaman. Wow, yuzimni tiniqligini qaranglar, tabiiy yaltiradim. Endi orada choy ham ichib olamiz. Nonushta tayyorladim va tez yo'boyim bilan, qaynanajonim bilan choy ichib oldik. Endi yo'boyim bilan yo'lga ham chiqib oldik. Bugun roldalar, mani erjonim, ya'ni o'zlari doim aytadilar, go'zali eri universal bo'lish kerak deydilar. Rolda ham, yo'lda ham, yuk tashishda ham. Короче, shunaqa erkimda bor, menda bor deb yo'lga chiqdik. Muzikalar eshitib, kayfiyatimiz zo'r. Havo juda ham sovuq, shunda bo'lishiga qaramasdan vaqtida yetib keldik, chunki ishlarni vaqt-vaqtida qilishni juda ham yoqtiraman va men ham yuklar tashishga yordam berdim. Narsalarni joylab olishga tez harakat qildik, chunki yoyib ulgurmasimizdan klientlarimiz juda ham ko'payib ketdi. Savollariga javob berib, hammasini yuzlariga konsultatsiya qilishim kerak edi. Seminarni ham boshlab oldik. Bir kirib chiqdim ichkariga, juda ham odam ko'p. Qarasam, Ziyoda bilan Mirani qorni ochgan, xotdog yeymiz deb turgan, xo'jayinim bilan xotdog olib kelishdi, mazza qilib biqin qildik va qornimiz to'ydi. Endi ishga deb hammamiz ishni yana boshladik. Va qarasam, Koreyadan mehmonimiz Layza opa kelibdilar. Bir unik oldi, rasmga tushaman deb turib oldilar. Ular bilan chiroyli qilib rasmga tushib oldik. Pechenkalarim nima qilyapsizlar deb chechenka kelib qoldi va bizning klientlarimizga ham hamma kremlarimizdan tavsiya qildi, chunki ular bizning brendimizni sevib ishlatishadi. Seminar juda ham ajoyib o'tdi. Biz bu baxt formulasi seminarida homiy bo'lib ishtirok etdik va men so'zga ham chiqib oldim. Hamma ishtirokchilarimizga bir unik sovg'alarni tarqatdik. Juda ham kayfiyatim a'lo edi va yo'bojon bilan hammasini yig'ishtirib uyga go.